Ana qaranglar. İstanbulda shu do'konning ichida bemalol yuribdi. Hech kimning ishi yo'q bunun bilan. Nima bo'lgan yuzingga? Просто ketib borishga qoldi. Men sen yo'lini to'saman. Katta bitta. Hech kim ishi yo'q. Shuni-ku tushunaman, lekin men buni qaranglar. O'tirib olgan bemalol. Ana qaranglar, kuchi yotibdi do'konning ichida. Qochib qoldi, o'zbekligimni bilib qoldi shekilli qochyapti. Mana shu yotibdi, hozir qurilishda. Mana охрана turibdi, g'indimayapti. Uxlayotibdi, sovqotib qolgan. Tashqaridan kirib, isinib, uxlab, yopilayotganda sekin chiqib ketsa kerak. Agar shu uxlab qolmasa. Mana охрана ko'rdinglarmi? Hech kim indamayapti. Lekin odamni tutadi hozircha.